Assalomu alaykum hurmatli sport muxlislari, qadrli teletomoshabin do'stlar. E'tiborimiz markazda universal jang bo'yicha yana Osiyo ochiq chempionati xabaringiz bor. Poytaxtimizga Jar sport majmuasida bir qator davlat vakillari o'rtasida aynan mana shunday nufuzli musobaqa tashkil etildi. Unda 6 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan kichik o'smir va yoshlar o'zaro bahs olib borishmoqda. Siz bilan birgalikda bugun musobaqaning so'nggi kunida xalqaro final bahslarini yana kuzatamiz. Unda bir necha yosh toifasida chempionlar aniqlanadi va albatta ular orasida ana shunday medal uchun, oltin medal uchun kurashadigan sportchilar orasida hamyurtlarimiz bor. Ulardan birini ayni daqiqalarda kuzatishni boshladik. Demak, Shamshod Abdurasulov ko'k libosda, uning raqibi Muhammad Fayzulla Zoda qizil libosda jarim ishladi. Shamshod ikkinchi bor tunneldan o'tadi va endi mana nishonni olgandan so'ng gilamga borish kerak bo'ladi. Albatta tezlikni oshirmoqda Shamshod Abdurasulov. Aytish kerakki, Shamshod Abdurasulov bundan avvalgi yarim finalda ham yaxshi harakat qilgan edi. Juda yaxshi ta'sirot qoldirgan edi. Hozir demak hakamlar jarayonni ko'rib chiqishmoqda. Yana barchasi tayyor. Endi bellashuvni kuzatamiz. Bu 11 yoshgacha bo'lgan sportchilar o'rtasidagi bellashuv hisoblanadi. Bizdagi ma'lumotlarga qaraganda 31 kg vazn toifasida bellashuvlar boshlandi. Fayzulla Zoda ko'kjudagida Tojikiston vakili harakatda aksincha bo'ldimi? Yo'q, unga ball berilmoqda, 1 ball. Shamshod faollash kerak albatta. Chalg'itdi Shamshod, biroq bu har ikkisiga ham ball berilmaydigan bo'ldi, chunki xalqaro talablar bor, qoidalar ishlab chiqilgan. Bu yerda yana Fayzulla Zodaga ball berilmoqda. Albatta bu orqali sportchilarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash vazifasi qo'yilganligini ham ta'kidlash kerak. Bu musobaqaning asosiy vazifalaridan biri shu bois mana ko'ryapsiz, harakatlarning aksariyatida mana shu vazifalarning aksariyatida mana shu harbiylarga xos vazifalar qo'yilgan, garchi bular yosh bo'lsa-da, mana shunday tarzda bosqichma-bosqich ularda ko'nikma hosil qilib boriladi. Demak, yana bir raundni kuzatamiz. Shamshod Abdurasulovni ko'rdik. Muhammad Fayzulla Zoda gilamga kirib kelmoqda. Bahriddin Sirojov sportchini referi ko'rikdan o'tkazdi va so'nggi raundga ruxsat bermoqda tojikistonlik mutaxassis. Shamshod ancha chalg'ituvchi harakatlar bilan yaxshigina bir ruhan ko'rsatmalar, o'zini ruhan tayyorlagan ko'rinadi. Ko'rsatmalar oldi. Mana endi u boshqacha bir shiddat bilan bahsga kirishdi. Shamshod albatta Tojikiston vakili Muhammad Fayzulla Zoda ham gilam markazida raqibini gilamdan chiqarib yubormoqchi bo'lmoqda. Bu yosh toifasida biroz kichik yoshdagilarga qaraganda o'zgacharoq qoidalar bor va bu yerda ball berilyapti. Muhammad Fayzulla Zodaga Shamshod faollash kerak albatta. Faollash kerak bo'ladi albatta biroz.
Mana bu yerda gilam chetida harakat kimning foydasiga ishlaydi? Yo'q, ball inobatga olingani yo'q. Hal qiluvchi final mana shunday oson bo'lmaydi. Har ikki tomon uchun ham demak ki bellashuv yakuniga yetdi va unda g'alaba kimga beriladi? Demak, Muhammad Fayzulla Zodaga g'alaba berilmoqda. Aytish kerakki, juda ham qiziqarli bahsni ko'rdik. Juda ham qiziqarli bahsni ko'rdik va bu borada omad Fayzulla Zodaga kulib boqmoqda. Bundan avvalgi bosqichda ham sportchilar ancha mahorat ko'rsatishgan edi. Saralash bosqichlari ham oson bo'lgani yo'q har ikkisi uchun ham. Albatta biz Shamshod Abdurasulovni mana shu Osiyo ochiq chempionatidagi kumush medali bilan tabriklaymiz. Bizda takroriy vaziyatlar. Qadrli muxlislar, endi 40 kilogramgacha bo'lgan vazn toifasidagi sportchilar bahsiga o'tamiz. Bu ham hal qiluvchi final, oltin medal uchun bellashuv. Albatta, vazn ham yosh ham nisbatan kattaroq. E'tiboringiz markazida Imronbek Zokirov. Hamyurtimiz, shuningdek Muhammad Sodiq Yusupov ham O'zbekiston vakili hisoblanadi. Ikki yurtdoshlar o'zaro bahs olib borishadi. Juda yaxshi o'tdi Yusupov. Mana ko'ryapsiz. Biroz Imronbek Zokirov ortda qolayotganligini ko'ryapmiz. Nishon ham aniq urildi Yusupov tomonidan. Ikkinchisi u qadar emas va shu bois jarima ishladi. Yusupov qaytadan tunneldan o'tadi, biroq bu borada Zokirov ancha ilg'arlab ketganligini ko'ryapmiz. Ammo farq u qadar katta emasmi? Tezroq harakat qilish kerak. Muhammad Sodiq Yusupov tezroq harakat qilish kerak. Yo'q, vaqt u qadar katta emas. Bellashuv davom etadi. So'nggi bellashuv Muhammad Sodiq Yusupov hozircha kichik ochko farq bilan oldinga o'tib oldi. Demak, kurash bellashuvini kuzatamiz. 11 yoshgacha bo'lganlar o'rtasida oltin medal uchun bahs davom etadi. Gilamdan chiqarib yubormoqda Zokirov raqib. Yo'q. Ball berilgani yo'q. Mana endi Zokirovda yaxshi imkoniyat, biroq bu yerda Muhammad Sodiq Yusupov ballga ega bo'lmoqda. Mahorat ko'rsatdi. Oyog'idan raqib ushlagan bir paytda qarshi hujumni muvaffaqiyatli amalga oshirdi. Bahs davom etadi. Albatta oson emas. Oson emas. Bir-birlarini ancha yaxshi biladigan ko'rinadi. Sportchilar ehtiyotkorlikni ham esdan chiqarmayapti. Oyoqqa hujum Zokirov tomonidan, biroq Yusupov yaxshi himoyalandi. Yana Zokirov oyoqqa hujum qilmoqda va ogohlantirish bu yerda. Ball berilmoqda Yusupovga. Faollash kerak. Har ikkisi ham hujum qilgani botina olmayapti. Gilam chetida Muhammad Sodiq Yusupov raqibi uni gilamdan chiqarib yuborsa ham bo'ladi. Bo'lar edi. Demak, hozircha hisob barobar. Bu
safar ikkinchi tomon g'alabaga erishdi. Mana ko'ryapsiz, Imronbek Zokirovni murabbiylari uni so'nggi raundga tayyorlashmoqda. Mana undan so'ng albatta bahs yanada qiziqarli kechadi desak to'g'ri bo'ladi. Kuzatamiz va bu yerda bal ayrimlar ko'kka, shuningdek referi ham Muhammad Sodiq Yusufovga bal berdi. Bu referi esa aksincha Zokirovga g'alaba berish kerakligini ko'rsatdi. Gilamdan chiqib ketdimi? Yo'q, davom etadi va bu yerda qizil zidagidagi Zokirovga bal berilyapti. Referi esa aksincha Muhammad Sodiq Yusufovga bal berilish kerakligini bildiryapti. Hujumni u tashkil qilgan va bu yerda mana yana Yusufovga bal. Qiziqarli bellashuvni ko'ryapmiz. Albatta sportchilar yaxshi tayyorgarlik ko'rgan. Aytish kerakki, Muhammad Sodiq bundan avval Abdulloh Said Azimxo'jayevni mag'lubiyatga uchratgan bo'lsa, Zokirov Suhrob G'ulomjonovdan ustun kelgan edi. Hali vaqt bor, harakat qilish kerak, albatta harakat qilish kerak. Suskashlik kerak emas. Imronbek Zokirov faollashsa bo'ladi. Oyoqqa hujum yaxshi, gilamdan chiqarib yubordi-yu, lekin mana shunday tarzda Muhammad Sodiq chapdastlik bilan harakat qildi va balga ega bo'ldi. Kutyapti u, xotirjam ancha, chunki ancha bal borasida oldinga o'tib oldi. Zokirov harakat qilish kerak. Zokirov toliqqandek ta'sirot uyg'otyapti. Gavda borasida nisbatan kattaroqdek-a Yusupov Zokirovga qaraganda. Vaqt so'nggi soniyalar. Faollash kerak va bu yerda oyoq hujum, lekin chiqib ketdi Zokirov. Yaxshi. Mana endi yaxshi hujum. Biroq o'zi raqibning ostida qolib ketganligini ko'rdingiz. Muhammad Sodiq Yusufovga yana bal natijada ancha xotirjam Yusupov. Chunki ballarni oshirib oldi raqibiga qaraganda. Yo'q, bu harakatga bal berilmadi va Muhammad Sodiq Yusupov o'z g'alabasiga ishonib hayqirmoqda. Mana bolajonlarimiz. Albatta ularni hali o'ylaymizki, katta sportda katta g'alabalar kutyapti. Yusupovga oltin, Zokirovga esa kumush medali beriladi. Imronbek Zokirov biroz chuqurroq kayfiyatda. Albatta u oltin medalni juda xohlagan edi. Nachora. O'ylaymizki, yanada yaxshiroq tayyorgarlik qilib, u albatta Shohsupaning yuqori pog'onasidan o'rin oladi. Siz bilan birgalikda biz 12-13 yoshli sportchilar o'rtasidagi final bahsini kuzatamiz. 35 kilogramgacha bo'lgan vazn toifasi. Demak, Muhammadali Qobiljonov va Abdulloh Qobulovlar o'rtasidagi bahsni kuzatamiz. Mana bu Abdulloh Qobulov. Muhammadali Qobiljonov esa harakatni boshladi. Ruxsat berilganidan so'ng to'sdan o'tishimiz kerak. Juda yengillik bilan o'tmoqda Qobiljonov. Bu yerda biroz jarima ishlagan ko'rinadi Qobulov. Va nishon ham tank ham ramziy tank ham a'lo darajada nishonga olindi. Qobiljonov tomonidan mana u ancha katta farq bilan gilamga yetib kelmoqda. Endi mana vaqt hisoblanadi. Abdulloh Qobulov farq kattalashib ketmasligi kerak, tezroq harakat qilish kerak. Vaqt albatta inobatga olinadi. Agar
Muhammadali Qobiljonov ancha katta farq bilan oldinga yetib kelgan bo'lsa, unga muddatidan avval g'alaba beriladi. Yo'q, bellashuv davom etadi. Kurash bahsi hozircha Qobiljonov kichik ochko farq bilan oldindami? Qobiljonov ancha katta o'ziga bo'lgan juda katta ishonch bilan harakat qilyapti. Qarang, hozirning o'zida balga ega bo'ldi, raqib hujumga kirdi va mana shunday tarzda yaxshigina mahoratga ega, uning kurash bo'yicha mahorati bor. Shu Olimpiya o'yinlari dasturida o'rin olgan erkin yoki yunorim kurash bilan shug'ullanadigan ko'rinadi. Qarang, turish holatini ham, mana ushlash holati ham, mana bu harakat yana bu ana shu fikrimizni yanada quvvatlamoqda. Qobiljonov, Muhammadali 35 kilogramgacha bo'lgan vazn toifasida menimcha medalga ega bo'ladigandek taassurot uyg'otmoqda. Va bu bellashuvda albatta u muddatidan avval katta farq bilan g'alabaga erishmoqda. 10 ball ilgarilab ketgan. Abdulloh Qobulovning holatini tushunsa bo'ladi. Albatta Abdullohga biz omadlar tilab qolamiz. Hali albatta u yanada yuqori natijalarga ega bo'ladi. Eng muhimi mana shu ayrim xatolardan to'g'ri xulosa chiqarib, yanada jiddiyroq shug'ullansa, ko'proq shug'ullansa, o'ylaymizki u hali jahon va Olimpiya o'yinlarida ham katta natijalarni qayd etadi. Umid qilamiz, ishonamiz, omad tilaymiz. Hozir esa 40 kilogramgacha bo'lganlar o'rtasida final bellashuvi. Ne'matullo Turg'unov, Hursanalixon Rashidov o'rtasidagi bellashuv. Mana bu Ne'matullo Turg'unov qizil judagida. Uning raqibi Rashidovni ko'ryapsiz, Hursanalixon ikkisi ham O'zbekiston vakillari. Hursanalixon Rashidov mana nishonni aniq oldi. Bir urinishdayoq endi merganlik san'ati namoyish etilmoqda. Xuddi shuningdek Turg'unov ham mahoratli ekan, bu borada tayyorgarligi bor. Mana u juda ham tez. Faqatgina ana shu boshida biroz janim ishlagan ko'rinadi, shu bois kechikdi Turg'unov. Endi bu yog'ini yopish mumkin, faqatgina kurash bellashuvida. Faqatgina qanchalik mahoratga ega, raqibiga qaraganda qanchalik epchil, buni birgalikda kuzatamiz. Har ikkisi ham yurtlarimiz. Mana Turg'unov, Rashidov. Это вот 35 килограммов. Разрыв тоже 5 баллов. 10. Demak, Turg'unovga ball. 2 ball. Hursanalixon ham harakatni boshladi. Yaxshi. Rashidovda ham mahorat bor, sezilyapti, ammo raqib ancha kuchliroqdek, ko'proq shug'ullangandek taassurot uyg'otyapti. 2 ball berishdi Turg'unovga. Bu yerda endi yoshi 13 yoshgacha bo'lganlar kurash usullarini qo'llash mumkin, yiqitish mumkin. Xuddi yoshlarda esa, kichik yosh toifasida esa asosan muvozanatdan chiqarish, gilamdan chiqarib yuborish vazifasi edi. Yana 2 ball. Juda chiroyli harakatlar. Qiyinchilik uchrayapti baribir Rashidov. Turg'unov yana oldinga bormoqda. Katta ishonch bor unda.
gilamdan chiqib chiqib ketdi. Rashidov oyoqqa hujum. Mana shu kayfiyat ko'tarilib ketdi, o'ziga bo'lgan ishonch ortib ketdi. Shu bois Ne'matullo Turg'unov ketma-ket hujumlarni uyushtiryapti. Hursan Alixon Rashidovda esa kayfiyat biroz tushib ketganligini ko'ryapsiz. Va bellashuv yakuniga yetmoqda. Mana shunday tarzda muddatidan avval Ne'matullo Turg'unovga g'alaba beriladi. 10 ball egallab ketdi va sof g'alabaga erishmoqda Turg'unov. Ne'matullo Hursan Alixon Rashidovga esa kumush medali, Turg'unovning saltosini ham ko'ryapsiz. O'ziga xos an'anaga aylanib bormoqda. Mana shunday g'alaba qozongandan so'ng salto otish. На полосу приглашается весовая категория 45 килограмм. Endi 45 kilogrammgacha bo'lganlar o'rtasidagi bellashuv. Demak, Husan Zokirjonov va Samandar Hasanovlar o'rtasidagi bellashuvni kuzatamiz. Bahs X ham O'zbekiston vakillari. Ne'matullo Turg'unov esa g'alabasini nishonlab oldi. Yurtimiz bayrog'ini baland ko'targani holda. Demak, Samandar Hasanovni ko'ryapsiz. Bundan keyin bahs olib boradiganlar e'lon qilinyapti. Biz esa mana Husan Zokirjonovni ko'rayapmiz Qizil Zudagida. Bu esa Samandar Hasanovning raqibi boshlandi bahs. Start berildi. Mana endi do'stlardan mana shunday o'tgan holda zigzag qilib, so'ng to'sdan sakrab o'tishmoqda. Deyarli tenglik. Tunneldan o'tishimiz kerak. Endi nishonni urishimiz kerak. Bu borada yaxshi tayyorgarlikka ega ekan Hasanov ham. Familiyasini yozmayman. Juda yaxshi va bu yerda jarima ishlagan ko'rinadi. Zokirjonov Husan shu bois biroz ortda qolmoqda. Allaqachon Hasanov musobaqaning kurash bellashuviga tayyor ekanligini bildirgani holda kutmoqda raqibini. Albatta 13 yoshlilar o'rtasidagi kurash bellashuvi yanada qiziqarli bo'ladi. Ularning albatta ko'nikmalari bor, bir qator musobaqalarda ishtirok etgan bo'lishlari kerak. Zokirjonov Husan Qizil Zudagida. Samandar Hasanov esa ko'k libosda harakat qilmoqda. Gilam chetida. Kim harakatni muvaffaqiyatli amalga oshiradi, gilamdan chiqib ketish mumkin, ogohlantirish berildi. Zokirjonovga kichik yoshdagilarda esa albatta ball berilar edi. Gilamdan chiqib ketgan sportchi chiqarib yuborsa raqibini. Aynan ana shu sportchiga 2 ball berilar edi. Bu yosh toifasi esa biroz o'zgacharoq, keskinroq va mana shu harakatni ko'rdik. Samandar Hasanov ishtirokida biroq muvaffaqiyatli amalga oshmadi. Hali esa vaqt bor, kuzatamiz. Muvaffaqiyatli tomonlarini ham har ikkisida ham mana bu urinishga albatta 2 ball beriladi. Samandar Hasanov Husan Zokirjonov faollashadi endi. Yana ball berilmoqda Hasanovga. Faollash ancha tajribaliroq ekan Samandar. Aynan kurashda Husanov qandaydir xavotirda tushayotgandek, cho'chiyotgandek. Chunki sezdi raqib ancha tajribali. Baribir seziladi. Ko'proq shug'ullangan bilan endigina shug'ullana boshlagan sportchida seziladi. Mana bu kirib borishga qarang. Haqiqiy Yunorum
bilan jiddiy shug'ullanganlar ishlatadi bunday harakatlarni. Erkin kurash bilan shug'ullanganlar qo'llaydi bunday harakatni. Va biz Hasanovda ko'rdik. Samandar Hasanov oltin medalga ega bo'lmoqda. Osiyo ochiq chempionatining oltin medali muborak bo'lsin. Husan Zokirjonovga esa keyingi musobaqalarda zafarlar tilab qolamiz. Bizda esa takroriy vaziyatlar. Demak, endi 50 kilogramgacha bo'lganlar o'rtasidagi bellashuvni kuzatamiz. Qozog'iston va O'zbekiston vakillari o'zaro bahs olib borishadi. Chempionlik uchun bellashuv. Вот сейчас будет спорная. Казахстан и Узбекистан. Mana bu Qaysar Hasmanov. Uning raqibi Azizbek To'lqinov mana to'sdan o'tmoqda. Qaysar biroz oldinlab ketdi. Qozog'iston vakili nishonni ham aniq urmoqda. Xuddi shuningdek To'lqinov ham mana bu Qozog'iston vakili mana shunday tarzda gilam sari yaqinlashyapti. Bitta jarima ishlaganligi bois To'lqinov qaytadan amalga oshirdi. Tunneldan o'tish vazifasini mana Azizbek ham aynan ana shu so'nggi musobaqa manziliga yetib kelyapti. Birgalikda albatta kuzatamiz. Qaysar Hasmanov yarim finalda Rahmonali Davlatzodadan tojikistonlik sportchidan ustun keldi. Azizbek esa Diyorbek Abbosxonov bilan kurash olib borgan edi yarim finalda. Mana endi xalqaro final. Yaxshigina ko'nikmalar bor. Kurash bo'yicha oyoqqa hujum Qaysar tomonidan. Qaysar yana oyoqqa hujum qilyapti. Azizbek vaziyatdan chiqib ketdi. Yaxshi nazorat qilyapti raqibini. Endi Azizbekning hujumi, lekin Qaysar ham himoyalanyapti. Har ikkisida ham yaxshigina ko'nikma bor albatta. Aynan mana shu bosqichda g'alaba qozonish uchun imkoniyatlari bor. Azizbek muvozanatdan chiqarmoqchi raqibini. Yo'q, bunday harakatlarga menimcha tayyor. Qaysar boshqacharoq, tezroq harakat qilish kerak. Mana ko'rdingizmi, ushlab oldi. Qaysar tezlik kerak, tezlik. Azizbek To'lqinovga ogohlantirish. Qaysar Hasmanovga. Qaysarning harakatlaridan biroz aralash jang bilan ham shug'ullanadigandek taassurot uyg'otmoqda. Yo'q, ball berilmaydi. Hayron bo'lmoqda Qaysar. Talab bor albatta Hasmanov. Unga majburmiz bo'ysunishga. Qozog'istonlik sportchi ogohlantirish. Unga vaqt tugadi. Vaqt. Demak, Qaysar Hasmanov qozog'istonlik sportchi kichik bir o'nliq hisobida g'alabaga erishgan holda oltin medalga ega bo'lmoqda. Azizbek To'lqinovga esa kumush medali topshiriladi. Bizda takroriy vaziyatlar. Demak, navbatdagi sportchilar 55 kilogramgacha bo'lgan vazn toifasi Sanem Amanjanovni ko'ryapsiz. Qozog'istonlik sportchi. Uning raqibi Munis Adinayev Tojikistondan, mana ko'k judagida. Xalqaro final. 13 yoshgacha bo'lganlar o'rtasida final.
Demak, barchasi tayyor. Sportchilar bahsga kirishga shaylar. Demak, boshqa inventarlar ko'zdan kechirildi, hammasi tayyor. Endi mana ruxsat beriladi. Ruxsat berilishi bilan tezligi oshiriladi va ba'zan mana shunday holatda jarima ham ishlab olishmoqda. Mana boshlandi. Adinayevni kuzatyapmiz. Bu esa Amanjanov, Qozog'iston vakili, Qozog'iston va o'zbekistonlik sportchilar. Mana bu yerda mana Adinayev jarima ishladi, qaytadan bajaradi. Allaqachon esa Assanem Amanjanov bitta jarimani ishladi, u ham mana qaytadan nishon urish bahsini amalga oshiradi. Nisbatan yaqinlashib oldi Adinayev. Nishonni aniq ura olmadi. Bu vaqtda esa Assanem Amanjanov gilamga yetib kelganligini ma'lum qilib qo'ymoqda. Mana endi do'stlar ustidan o'tish kerak bo'ladi. Tezlik kerak, vaqt ko'payib ketmasligi kerak. Agar 15 soniyadan oshib ketsa, vaqt tafovuti g'alaba ana shu birinchi kelgan sportchiga beriladi. Ikkinchi raund kuzatamiz. Qozog'iston va tojikistonlik sportchilar. Amanjanov ancha tajribali deb tuyulmoqda hozircha albatta. Adinayevda ham yaxshigina mahorat bor ekan. Yo'q, ammo baribir turli usullarni ishlatmoqchi bo'lyapti, lekin Amanjanovni ko'ryapsiz, qay tarzda raqibga javob berayotganligini. Yaxshi harakatlar Amanjanov tomonidan. Albatta yarim finalda ham ko'rgan edik uni. Yana urinish gilam chetida. Ammo balga ega bo'la olmadi. Vaziyatdan chiqib ketdi Munis Adinayev. Qozog'iston va tojikistonlik sportchilar bahsi. Bal beriladimi? Bir bal berildi Amanjanovga. Albatta, mahoratli sportchilar to'qnash kelganda bir bal olish ham juda mushkul bo'ladi. Muvozanatdan chiqarishga bo'lgan urinish, xuddi shuningdek Adinayevda ham shunday maqsad. Mana endi yiqitish kerak. Yo'q, ustidan oshirib otmoqchi bo'ldi Adinayev, biroq uddalay olmadi. Vaqt esa poyoniga yetdi va bu yerda kichik ochko farqi bilan Assanem Amanjanovning qo'li baland ko'tariladi. Qozog'istonlik sportchining qo'li baland ko'tarilmoqda. Munis Adinayev tojikistonlik sportchiga esa kumush medali beriladigan bo'ldi. Qadrli muxlislar, endi yanada og'irroq vazn toifasida bahs bo'lib o'tadi. Mana gavdalardan ham ko'ryapsiz. Plus 60, ya'ni 13 yoshgacha bo'lganlar o'rtasida eng og'ir vazn toifasi bu Tojikiston vakili Yusuf Abdullazoda. Bu esa Akram Zufarov, hamyurtimiz. Boshlandi bahs. Bexato amalga oshirish kerak, aks holda jarimaga tortiladi va bu borada Akram Zufarov muvaffaqiyat bilan o'tganligini ko'ryapmiz. Ikkinchi tomonni esa birozdan so'ng ko'ra boshlaymiz. Ha, u ham yomon emas. Abdullazoda ham tankni nishonga oladi. Chapaqqay va nishon aniq deydi. Xuddi shuningdek sportchimizda bitta xato bo'lgan. Shu bois Akram Zufarov qaytadan ana shu tunneldan o'tish vazifasini bajarmoqda. Yusuf Abdullazoda esa allaqachon gilamga bordi. Albatta bu yoshlar nisbatan kattaroq, shu bois mana shu so'nggi bosqichda biroz qiyinchilikka uchrayapti. Hech qisi yo'q. Vaqt u qadar katta emas. Va mana bu Akram Zufarov bo'ladi. Murabbiyi Mansur.
shogirdini tayyorlamoqda. Demak, O'zbekiston va tojikistonlik sportchilar so'nggi bosqichda. Akram Zufarov, qarang Yusuf Abdullazodaning qanday harakatni amalga oshirganligini. 2 ball berishga qaror qilishdi. Abdullazodaga bo'y borasida ustunlik Zufarovda. Tajribali Abdullazodaning turishidan ham bilish mumkin. Raqibning harakatlariga mana shu tarzda munosabatda qarshi hujum qo'llayotganligidan ham bilish mumkin. Ko'pgina musobaqalarni ko'rgan. Ushbu borada Akram Zufarov murabbiyga qarab qo'ydi, ko'rsatma oldi. Chorasini topadimi? Xulosa bor, har qalay muvozanatdan chiqarishga bo'lgan urinish va bu yerda yaxshi ball beriladi. 2 ball Akram Zufarovga ham. Albatta vazn borasida ustunlik bor, bo'y borasida ham. Chunki plus 60 kg-ku. Mana shundan unumli foydalanish kerak. Faqatgina qanchalik mahoratga ega degan savolga birgalikda javob topamiz. Belbog' tushib ketgan. Birinchi texnik ball, mana buni dumaloq bol. Alloh kerak emas. Kerak emas. Bir oddiy yozib ketaveradi. Akram Zufarov. Birinchi texnik ball hisoblanadi. Akram Zufarov mana endi belma-bel kelishdi sportchilar. Yaxshi aylantirdi. Ball beriladimi? Ball beriladimi? Berish kerakligini aytishmoqda. Yon hakamlarning ayrimlari esa aksincha teng holat deb fikr bildirmoqda. Zufarov harakat qildi. Biroq bilasizmi, yaqin masofaga kirgandan so'ng bu Yusuf Abdullazodaga qulaylik tug'dirib qo'ydi. Kutilmaganda hujumga berilib, vaqt esa tugamoqda shu tariqa. Va bu yerda Yusuf Abdullazodaga g'alaba beriladimi? Ozgina mahorat yetishmadi Akram Zufarovda. Plus 60 kg-da, ya'ni 60 kg og'ir vaznda Yusuf Abdullazoda Osiyo ochiq chempionatining oltin medalini qo'lga kiritmoqda tojikistonlik sportchi. Akram Zufarovga esa hamyurtimizga kumush medali taqdim qilinadi. Bizda takroriy vaziyatlar yana bir karra ko'rishimiz mumkin. Bu albatta anchayin shug'ullanganlik samarasi. Murat Ulaybek. Qadrli muxlislar, reportajimiz davom etadi. Poytaxtimizga Jar sport majmuasida tashkil etilgan Osiyo chempionati universal jang bo'yicha 15 yoshgacha bo'lganlar o'rtasida Qozog'iston va O'zbekistonlik sportchilar Aybek Muratulini ko'ryapsiz. Unga qarshi bahs olib borayotgan sportchi Ozodbek Jabboraliyev bo'ladi. Bu yerda jarima ishlab oldi. Aybek Ozodbek Jabboraliyevni ko'rganimiz yo'q, demak u ayrim sabablarga ko'ra finalda ishtirok etmayapti. Shu bois g'alaba mana shunday Aybek Muratuliga topshiriladi. 40 kg-gacha bo'lgan vazn toifasi. Qozog'istonlik sportchi Toshkentdagi musobaqada mana shunday finalda, xalqaro finalda osonlik bilan g'alabani qo'lga kiritmoqda. Hurmatli teletomoshabin do'stlar, reportajimiz davom etadi. Endi 45 kg-gacha bo'lgan vazn toifasida xalqaro finalni kuzatamiz. Muhammad Yusuf Rashidovni ko'ryapsiz. Hamyurtimiz xalqaro finalda bu safar Nur Muhammad Qosimovga qarshi bahs olib boradi. Sportchilar tanishtirilmoqda. Mana Rashidov yaqin plandan namoyish etilmoqda.
Albatta hayajoni yo'q emas. Bu esa Nurmuhammad Qosimov. Albatta har jihatdan tayyor bo'lish kerak. Sportchilar tayyor. Ikkisi ham yurtimiz boshlandi. Bahs bexato o'tish kerak bo'ladi. Agar jarima ishlasa qaytadan ana shu vazifani bajarish kerak bo'ladi. Rashidov juda ham yengil o'tdi. Shuningdek, Qosimov ham allaqachon birinchi bosqichning yarmini bajarib bo'ldi. A'lo darajada nishonni urish. Mana endi to'siqlarni ustidan o'tish vazifasi va bu borada Muhammad Yusuf Rashidov menimcha nisbatan oldinroq keldi. Endi qanchalik mahoratli bu sportchilar gilamda kurash bahsida omad tilashdi sportchilar bir-birlariga kuzatamiz. Qosimov Rashidov bahsi. Nurmuhammad yaxshi boshlayapti. Rashidov yaxshi. Oyoq ostiga hujumga o'tdi va bu yerda ball beriladi albatta. Muhammad Qosimov dastlabki bu bosqichda ballga ega bo'ldi. Juda ham chiroyli urinishlarni ko'ra boshladik. Endi Rashidovdan ana shunday imkoniyat yo'q. Oyoq chalib yiqitishmoqchi bo'lganda, demak ko'nikma bor, unda ham malaka bor. Oyoqni hujumni o'tkazib yubordi, oyoqqa hujumni va bu yerda Qosimov yana ballga ega bo'layapti. Oyoqqa hujum Rashidov tomonidan, biroq Qosimov bunga tayyor. Nurmuhammad mana shu tezlik yaxshi. Rashidovda ham mana balonga. Demak, yaxshi, deyarli teng kuchli sportchilar navbatlashib ballarga ega bo'layapti. Endi mana yo'q, baholanmadi bu urinish. Mana endi Qosimovda yana ana shunday imkoniyat va ball beriladi albatta. Bir ball. Biroz yopingan holda, himoyalangan holda harakat qilyapti Qosimov. Ana shu turish holatidan ham anglash mumkin. Ana shu kurashning qaysidir bir turi bilan aytish mumkin bo'lsa, Olimpiya o'yinlari dasturida o'rin olgan turlardan biri bilan shug'ullanishadi bular. Va mana bu harakat ham bejizga emas. Aks holda boshqa raqib bo'lganida bu sportchilar allaqachon muddatidan avval g'alabaga erishgan bo'lisharmidi. Libosni to'g'rilash kerak. Dzudagina. 3-1 hisobda Qosimov oldinda, 10 soniya qoldi demoqda. Studiya informator. Va bu raund yakuniga yetmoqda. Demak, 3-1 hisobida Nurmuhammad Qosimov g'alabaga erishib, Osiyo ochiq chempionatining oltin medaliga ega bo'lmoqda. Muhammad Yusuf Rashidovga esa kumush medali topshiriladi. Qiziqarli bellashuvni ko'rdik. Har ikkisiga ham omad tilaymiz. Yana bir karra hali katta g'alabalar, bundanda ulkan muvaffaqiyatlar ularni kutib turibdi deya ishongimiz keladi. Faqat harakat, mehnat va albatta omad tilaymiz. Bizda takroriy vaziyatlar yana bir karra. Albatta takroriy vaziyatlardan so'ng navbatdagi vazn toifasidagi sportchilar bahsini kuzatamiz. Oldinda 50 kilogramgacha bo'lgan vazn toifasidagi sportchilar bellashuvi bo'ladi. Xalqaro final. Bu yerda ham medal uchun, oltin medal uchun bahsini ko'ramiz. Demak, sportchilar tanishtirmoqda. Rahmat Shumatay bu qozog'istonlik sportchi. Uning raqibi ham yurtimiz 15 yoshgacha bo'lgan sportchilar o'rtasidagi bahs. Bu Shahobiddin Mahmudov. Omad Shahobiddin.
kuzatamiz. Bexato o'tish kerak birinchi bosqichdan avvalo. Jarima ishlamaslik eng muhimlardan biri. Har ikkisi ham deyarli yonma-yon ketyapti. Mana endi nishon urish kerak. Yaxshi. Yo'q, bitta jarima ishlagan ko'rinadi. Mana Shahobiddin. Shumatay esa gilamga yetib keldi allaqachon. 15 soniya agar vaqt bo'ladigan bo'lsa, muddatidan avval g'alaba berga sazovor bo'ladi. Birinchi kelgan sportchi. Bu borada esa unday emas. Shahobiddin Mahmudov ham ketma-ket keldi raqibi bilan. Mana endi uning murabbiyi muhim bosqichga uni shogirdini tayyorlamoqda. Kuzatamiz. O'zbekiston Qozog'iston sportchilari 50 kilogramgacha bo'lgan vazn toifasida final. Shumatay oyoqqa hujumga o'tdi va gilamdan tashqariga chiqib ketdi. Baho berilgani yo'q. Mahmudov har ikkisida ham mahorat borligini sezdingiz siz ham. Kamida 2 yillardan buyon shug'ullanib kelishadi deyishga asos bor. Mana shu harakatlar orqali va balki Shumatay ko'proq shug'ullangandek taassurot uyg'otmoqda. Ogohlantirish unga. Shahobiddin Mahmudov oyoqqa hujum Shumataydan, lekin tayyor Mahmudov bu hujumga. Demak, kichik bir ochko farqi bilan Shumatay oldinda vaziyatdan chiqib ketdi. Shahobiddin mahorat bilan ogohlantirish rahmat Shumatayga. Oyoqqa hujum qil demoqda murabbiyi Mahmudovga. Mana shu jihat joyda ehtiyot bo'lish kerak. Oyoqqa o'tadimi? Shumatay oyoqqa hujum qiladimi? Muvozanatdan chiqarishga bo'lgan urinish samara bergani yo'q va vaqt yakuniga yetmoqda. Albatta, bu yosh toifasida bellashuvlar qiziq o'tadi. Ball olish oson emas. Demak, Bruno hisobida rahmat Shumatay g'alabaga erishib Shohsupaning yuqori pog'onasidan o'rin oladigan bo'ldi. Qozog'iston vakili Shahobiddin Mahmudovga omadlar tilab qolamiz. Albatta, u hali bor imkoniyatini ishga solishga vaqt balki yetmay qoldi shekilli. Har qalay 2 daqiqa atrofida vaqt bor. Va o'ylaymizki, hali uning g'alabalari, katta muvaffaqiyatlari oldinda. Biz esa 55 kilogramgacha bo'lgan vazn toifasidagi final bellashuvini kuzatamiz. E'tiborimiz markazda Nuril Beybars qizil jildagida, qizil libosda. Uning raqibi tojikistonlik Muratullah Qodirqulov. Miratullah boshlandi. Birinchi vazifani kichik yarmini yaxshi o'tishdi sportchilar, ayniqsa Muratullah juda yengil o'tdi. Mana endi tank ishg'ol qilinadi. Bu borada jarima ishlab oldi Beybars va tojikistonlik sportchi allaqachon raqibini kutmoqda. Mana endi Beybars keladi. Vaqt demak bu qadar katta emas. Nuril Beybarsni ko'rdingiz. Xo'sh, bu borada kimda qanday mahorat bor kurash bo'yicha? Mana maydon, betaraf maydon. Qozog'iston va O'zbekiston sportchilari, qo'shni davlat vakillari, har ikkisiga ham omad. Muratullahning hujumi, Beybars bunga tayyor ekan.
yaxshigina tajriba bor, sezilyapti. Mana shu ondayoq уже ko'zga tashlana boshladi. Muvozanatdan chiqarishga bo'lgan urinish Muratilla tomonidan chalg'itmoqchi Bebars yo'q. Oxiriga qadar olib bora olmadi Qodirqulov harakatni. Katta imkoniyat bularga mana shu Toshkentdagi musobaqa. Yana bir karra o'zlarini sinab olyapti, murabbiy ham shogirdni tekshirib olyapti. Chalg'ituvchi harakatlar tezlik bilan vaziyatdan chiqib ketmoqda har ikkisi ham. Chalg'iyotgani yo'q mana shu harakatlarga. Bu albatta mahoratning samarasi. Sekin asta mana og'ir vaznlarga ham o'tib kelyapmiz. Oldinda esa yanada qiziqarli bellashuvlar. Mana shu bahsning o'zi yo'q. Nuril va Muratillaning bahsi yo'q. Albatta sizni befarq qoldirmaydi degan umiddamiz. Va bu yerda Qozog'iston vakili Beybars bal berishdi menimcha. Bir bal. Referining fikri esa biroz boshqacharoq. To'xta buyrug'idan so'ng harakat amalga oshirilganligi bois bal berilmadi. Har qalay Sirojev referi mana shunday fikrni bildirib o'tdi. Bosh hakamga tashkilotchi Sardor Toshxo'jayevga. Demak, 2-0 hisobida Muratilla Qodirqulov 2-0 hisobida g'alabaga erishdi. Albatta, hali har ikkisi ham, xuddi shuningdek Beybars ham aynan kurash bahsida o'zini to'la namoyon eta olmadi. Mana ko'ryapmiz, qozog'istonlik sportchida ham mahorat anchagina edi. Nachora omad kulib boqdi tojikistonlik sportchiga va u shohsupaning yuqori pog'onasidan o'rin oladi. Biz esa 60 kilogrammgacha bo'lgan vazn toifasidagi final bahsini kuzatamiz. Demak, Esbol Nursulton va Abdulxayrxon O'razaliyev qozog'istonlik sportchilar Toshkentda o'zaro bahs olib boradigan bo'ldi. Oltin medal uchun bahs olib borishadi. Qiziqarli bahs. Hal qiluvchi final. Start chizig'i tayyorlandi. Tashkilotchilar tomonidan biz Abdulxayrxon O'razaliyevni ko'rdik. Bu esa Esbol Nursulton. Demak, ketma-ket harakatlar. Esbol nisbatan oldinroq. Faqat endi bu bosqichda qanday harakat qiladi? Esbolda xato ketdi. Abdulxayrxon esa nisbatan oldinga o'tib oldi. Mana u gilamga yetib keldi. Mana endi Esbolni kutadi u. Albatta, finalga qadar oson bo'lmadi har ikkisiga ham yetib kelish. Esbol biroz charchagandek, Nursulton. Abdulxayrxon hozircha birinchi bosqichni muvaffaqiyatli yakunlagani uchun hisobda oldinga o'tib oldi. O'razaliyev bu borada kurashda qanday mahoratga ega, kim qanday ustunlikni namoyish eta oladi? Mana Esbolni ko'ryapsiz. Biroz bo'ydor, yaxshi kirib bordi O'razaliyev. Biroq davom ettira oladi, bunga yo'l qo'ymadi. Esbol demak, 2-0 hisobda oldinga o'tib olganligi bildirilmoqda. Abdulxayrxonning mana bu javob urinishlaridan biri baholanmayapti. Ikki bal beriladi Esbolga. Chiroyli harakatni amalga oshirdi. Nursulton
Hatto uni tasvirga ham olishyapti, qozog'istonlik sportchini. Yosh jamoadoshlari chunki tahlil qilinadi musobaqadan so'ng. Demak, Abulxayrxon O'rozaliyev muddatidan avval g'alabaga erishmoqda. Bizdagi ma'lumotlarga qaraganda, kichik yoshdagilar o'rtasida jahon chempioni ekan. Tay boksdan O'rozaliyev demak yana bir g'alabani qo'lga kiritmoqda va tantana qilyapti. Biz esa 65 kg vazn toifasidagi final bahsini kuzatamiz endi. Demak, yana og'irroq vazn toifasi O'zbekiston va Tojikistonlik sportchilar. Akbarjon Ikromov e'tiborimiz markazida. Yo'q, Abubakir Mahmadaliyev degani desak to'g'ri bo'ladi. Akbarjon Ikromov esa qizil libosda harakat qilmoqda, bizdan olisroqda. Mana Akbarjon Ikromov hamyurtimiz. Bu esa Abubakir Mahmadaliyev hisoblanadi, tojikistonlik sportchi. Abubakir Mahmadaliyev Shahzod Mardonovni mag'lubiyatga uchratgan edi. Yarim finalda Ikromov esa Mirzo Ubaydullovga qarshi bahsda yarim finalda ustun kelib finalga yo'l olgan edi. Bundan avvalgi bosqichda kuzatganmiz. Siz ham balki tomosha qilgan bo'lsangiz ajab emas. Sport telekanalida mana endi oltin medal uchun bellashuv. O'zbekiston va tojikistonlik sportchilar. Ikromovning hujumi, biroq vaziyatdan Abubakir osonlik bilan chiqib ketyapti. Vaqt juda ham qisqa. 2 daqiqa atrofida vaqt bor. 15 yoshgacha bo'lganlar o'rtasidagi final. Abubakir hujumni kuchaytirmoqchi, lekin Ikromov yaxshi chiqib ketdi vaziyatdan. Oyoqqa hujum Abubakir tomonidan yo'q, Ikromov yaxshi himoyalandi, biroq davomini muvaffaqiyatli amalga oshirmoqda. Abubakir Mahmadaliyev muddatidan avval g'alabaga erishyapti shu tariqa. Albatta ehtiyotkorlikka katta e'tibor berish kerak edi. Nachora omad kulib boqmoqda. Akbarjon Ikromovni esa biz navbatdagi musobaqalarda albatta shohsupaning yuqori pog'onasida ko'ramiz degan umiddamiz, chunki ko'ryapmiz, yaxshigina mahorat bor unda. Tajribali sportchi, umidli sportchi. Biz esa navbatdagi sportchilarga imkon qaratamiz, e'tibor qaratamiz. 70 kg-gacha bo'lganlar o'rtasidagi bellashuv. Po'lat Egamberdiyev, Sarvarbek Allamurodov. Bahsi mana Po'lat Egamberdiyev hamyurtimiz. Shuningdek Sarvarbek Allamurodov ham chempionlik uchun ikki O'zbekiston vakillari. Po'lat Egamberdiyev yaxshi amalga oshirdi bu yerda. Ikkinchi urinish muvaffaqiyatli Sarvarbekda. Mana endi u ham gilam sari oshiqmoqda. Va bu borada Po'lat Egamberdiyev birinchi bo'lib yetib keldi. Birinchi bosqichni muvaffaqiyatli yakunladi, balga ega bo'ldi. Demak 26 soniyada yetib kelgan Po'lat Egamberdiyev birinchi bosqichdan biroz kechikib, biroq undan keyin Sarvarbek gilamga kirib keldi. Mana endi bellashuv. Endi bellashuv xalqaro final, mana bu ko'p narsani hal qiladi. Po'lat Egamberdiyev faolroq boshladi. Bu borada Sarvarbek asosan himoyalanyapti. Allamurodov qo'llash kerak, nisbatan bo'ydorroqdek taassurot uyg'otyapti, lekin o'zi hujumga kirayotgan. Mana endi muvozanatdan chiqarmoqchi bo'ldi, raqibini siltamoqda va
Ammo ko'ryapsiz, qarshi Po'lat Egamberdiyev o'zi hujumni boshladi-yu, ammo Sarvarbek Allamurodovga imkoniyatni boy beryapti. Sarvarbek Allamurodov g'alabasini tantana qildi. Chempion Po'lat Egamberdiyevga esa Osiyo ochiq chempionatining kumush medali topshiriladi. Demak, so'nggi final bellashuviga taklif qilamiz. Qadrli muxlislar, 75 kilogramgacha bo'lganlar o'rtasida final. Tojikiston va o'zbekistonlik sportchilar bahsi. Kuzatamiz. Samir Mahkamov e'tiboringiz markazida va uning raqibi Shohjahonni ham ko'rsatsa yaxshi bo'lar edi. Tezroq Sulton Murodov chempionlik uchun kurash olib boradi. Shohjahon Sulton Murodov, mana u hamyurtimiz boshladi. Tezlik yuqori darajada, bu yerda xatoga yo'l qo'ydi Samir. Mana shu bois qaytadan bajaradi. Bizning hamyurtimiz esa allaqachon tunneldan o'tib bo'ldi. Nishonni urish kerak. Amalga oshdi. Kichik jarima, qaytadan tunneldan o'tadi. Xuddi shuningdek Samirda ham bitta xato ketdi. Hakamlar barchasi nazorat qilyapti va bu borada esa Shohjahon Sulton Murodov gilamga kirib kelmoqda. Mana u vaqtga qarashadi. Endi vaqt necha soniyani tashkil qiladi oradagi tafovut degan savolga esa javobni eshitamizmi? Har qalay Shohjahon Sulton Murodov bu borada 1 ballga ega bo'ldi. Mana u iste'dodli umidli sportchimiz. Кто преодолел? Красным поясом за 35 секунд. Да, красным попадает. Вторым преодолел плоскостопный спортсмен синим поясом. У спортсмена в красном одно попадание, счет во втором раунде. 1-0 в пользу спортсмена с красным поясом. Работает. 1-0. Demak, kuzatamiz. Bor imkoniyatini ishga solishadi endi sportchilar. Oyoqqa hujum Samir Mahkamov tomonidan. Albatta, kurashning biror bir yo'nalishida jiddiy shug'ullangan bo'lsa, mana shu yerda qo'l keladi. Shohjahon Sulton Murodov. Yaxshi. Shohjahon Sulton Murodov balga ega bo'lyapti. 2 ball. Ayrimlar esa sof g'alaba demoqda. Referi esa 2 ball bilan baholayapti. Turlicha qarashlar. Biz esa omad tilagan holda kuzatishda davom etamiz. Libos judagilar to'g'rilanishi kerak. Referi eslatib o'tamiz. Bahriddin Sirojev Tojikistondan, Tojikiston Universal jang federatsiyasi rahbari tatami markazida bellashuvni boshqarib boryapti. Harakatdan chiqib ketdi. Qarshi hujumdan bu yerda belbog'ni to'g'rilash kerak. Shohjahon Sulton Murodovning xuddi shuningdek oyoq poyafzalini bog'ichlarni bog'lasa yaxshi bo'lar edi. Samir Mahkamov ham. Demak, bir o'rin hisobida Shohjahon Sulton Murodov oldinda. Murabbiylar tartibga keltirib qo'ymoqda. Samirni ko'ryapsiz. Albatta katta tayyorgarlik bilan Toshkentga kelgan sportchi. Barchasi joyida. Qani Shohjahon Sulton Murodovga omad tilagan holda kuzatishda davom etamiz. Mana shu harakatdan chiqib ketish kerak. Oyoq bo'lgan hujumdan Shohjahon yaxshi harakat qilmoqda. Mana endi chiqib ketdi. Endi o'zi raqibning hujumga o'tmoqda. Bir raund yakuniga yetyapti va mana shu
vaqtning yakunlanishi albatta Shohjahon Sultonmurodovning g'alabasini anglatadi. Shundaymi? В этом бою Demak, eshitamiz. 75 kilogramgacha bo'lgan vazn toifasi chempion tabassum Shohjahonda, hayajon bor, xavotir bor Samir Mahkamovda va qo'lni referi kimning qo'lini baland ko'taradi? Albatta Shohjahon Sultonmurodovning qo'lini baland ko'taradi. O'zbekiston vakili xalqaro finalda muxlislar, murabbiylar olqishini oqlagan holda yurtimiz bayrog'ini baland ko'tarib, o'z g'alabasini tantana qilmoqda. Biz ham samimiy qutlaymiz. Shohjahonni, uning yaqinlarini, barcha mana shu musobaqada ishtirok etib, yuqori natijalarga ega bo'lgan sportchilarni, ishtirokchilarni, zero poytaxtimizda yana bir karra yuqori saviyada tashkil etilgan universal jang bo'yicha Osiyo ochiq chempionatida so'nggi nuqtani mahorat bilan yakunladi sportchimiz Shohjahon Sultonmurodov. Eslatib o'tamiz, mazkur musobaqada O'zbekiston sportchilari 15 ta medal bilan birinchi, qozog'istonliklar 8 ta medal bilan ikkinchi, tojikistonliklar hisobida esa 7 ta medal bo'ldi. Biz esa mana shu nuqtada yana bir karra sportchilarimizga omad tilagan holda xayrlashamiz. Reportaj rejissyori Erkin Isomiddinov va Ulug'bek Hakimjonov siz bilan birgalikda ushbu universal jang bo'yicha Osiyo ochiq chempionatini kuzatib bordi. Xayr, omon bo'ling.